Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Green Cardda bo'lgan, ya'ni DV program haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, har yili AQShga jo'nash uchun o'sha xilma-xillik viza dasturiga oid bo'lgan arizalar javoblari chiqadi. Ya'ni bir qancha baxtli odamlar, ya'ni aniqroq aytgan bo'lsak, dunyo bo'yicha 55 mingga yaqin odam omadli insonlar safida bo'lib Amerikaga borish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bu narsa har yili javoblari aynan may oyiga to'g'ri keladi. Bu yilgi Green Card javoblari ham aynan 3-may kuni javoblari e'lon qilindi. Aynan hozir 2025-yilda ushbu javoblar chiqadi. Shu natijasida yutuq chiqqan insonlar 2026-yildagina demak jo'nashga imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ya'ni Amerikaga borish uchun demak 1 yil davomida vaqt bo'ladi ularda ma'lum bir kerakli hujjatlar va o'sha amaliy ishlarni amalga oshirish uchun. Demak 2025-yil 3-may 21:00 dan boshlab dvprogram.state.gov sayti orqali demak javoblarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aynan saytga kirish, saytdan qanday tekshirish haqida hozir biz ko'rib o'tamiz. Ungacha esa qisqacha Green Card haqida ma'lumot ko'rib o'tamiz. Agar Green Card haqida sizda yetarlicha ma'lumot bo'lmasa, mana bu yerda ajoyib maqola berilgan. Ushbu maqolani Telegram kanalimizga ham tashlab qo'yamiz. Batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, Green Card aynan ushbu chiqayotgan javoblar o'tgan yili o'sha noyabr, oktyabr oylarida ro'yxatdan o'tganlar faqat yutuqqa ega bo'lishi mumkin. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bundan tashqari Green Card yutdi degani aniq siz Amerikaga borish imkoniyatini, ya'ni vizani yutdi degani emas. Green Card olgandan keyin mana bu DS-260 anketasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari hujjatlarni yig'ish, tibbiy ko'rikdan o'tish va asosiysi suhbatdan o'tish. Undan keyin esa viza olish jarayonlarini qamrab oladi. Demak, siz lotereya yutganingiz, boya aytganimdek, AQSh vizasini kafolatlanmaydi. Demak, O'zbekistonda juda ham ko'p odamlar tomonidan ushbu Green Cardga qiziqish kuchli. Bu narsani 2022-2023-yillardagi statistikadan ko'rishimiz mumkin. Dunyo bo'yicha O'zbekiston ariza topshirish bo'yicha 7-o'rinni egallagan. Balki hozirgi yillarda bu undan ham yuqorilagan bo'lishi ham mumkin. DS-260 anketasi nima haqida bu yerda yozib o'tilgan mana. Demak, AQSh elektron ariza markazining maxsus veb-saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu veb-saytdan demak to'ldirib biz anketa olish uchun o'zimizning arizamizni jo'natamiz. Undan tashqari hujjatlarni yig'ish uchun mana xorijiy pasport, tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh to'g'risidagi, turmush qurganlar uchun ajrim hujjatlari, avvalgilar uchun demak ism yoki familiyani o'zgartirganlik to'g'risidagi hujjatlar va mana bu yerda ko'rsatilgan hokazo hujjatlarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari tibbiy ko'rikdan o'tish qismi ham bor. Demak, bu yutdi degani birdaniga ketdi degani emas, anchagina mana bunday qo'shimcha xarajatlari, harakatlariga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, Green Cardni 2024-yil 2-oktyabrdan 5-noyabrgacha bo'lgan muddatda ro'yxatdan o'tganlar 2025-yilda demak mana endi javobi chiqqan hisoblanadi va siz javobni chiqqan holatda o'zingizni yutdingizmi yo'qmi bilishingiz uchun maxsus kodni bilishingiz kerak. Ya'ni sizni ariza raqamingiz, ariza kodingizni bilishingiz kerak. Aynan mana shu kod orqali siz javobingizni bilishingiz mumkin. Agar javob chiqmagan bo'lsa, agar ushbu kodni bilmasangiz, sizni yutganmisiz yo'qmi bila olmaysiz. Shuning uchun ushbu kodni yo'qotmasdan saqlab qolish kerak bo'ladi. Agar sizda endigina ushbu Green Cardni o'ynash, unda yutish xohish tug'ilgan bo'lsa, demak, hozircha kutib turishingizga to'g'ri keladi, chunki endi yana ariza topshirish o'sha oktyabr va noyabr oylari boshigacha davom etadi. Demak, deyarli 6 oydan keyin yana ariza topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va agar siz 2025-yilda ariza topshirsangiz, 2026-yilda sizni yutganingiz yoki yutmaganligingiz javobi chiqadi. Va agar siz yutgan bo'lsangiz, kerakli hujjatlarni topshirib, yig'ib
Shundan so'nggina 2027-yilda jo'nashingiz mumkin bo'ladi. Hozir 2025-yil javob chiqqanlar 2026-yilda o'zlarini o'sha Amerikaga borish orzularini amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, endi qanday qilib tekshirish mumkinligini saytini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda Electronic Diversity Visa Program sayti bor. Mana bu saytni adresini ham Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanal pastda yozilgan bo'ladi yoki kanalimiz shapkasida ham yozilgan turibdi. Pastda mana check status yozib turibdi. Mana shunga bosamiz. Va biroz kutib keyingi oynani ochamiz. Demak, bu yerda o'zimiz haqimizdagi bir qancha ma'lumotlar var. O'sha confirmation number bo'layotganimizdek ariza raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi hamda o'zimizni tug'ilgan yilimiz haqidagi ma'lumotni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek berilgan raqamni kiritishimiz kerak, ya'ni tasdiqlash raqami bu deyiladi. Bu raqam aynan siz ro'yxatdan o'tganingizda mana shu yerda yozilgan raqamlar kiritilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi boshidagi 4 ta raqam bu siz topshirgan yil hisoblanadi. Masalan, 2024 da topshirgan bo'lsangiz 2024 deb qolgan sonlarni kiritishingiz kerak. Bu yerda esa o'zingizni, demak, familiyangizni, aynan o'sha ro'yxatdan o'tgandagi familiya ismingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va eng pastki qismda esa tug'ilgan yilingiz, masalan 1998-yil. Shuni kiritib, pastdagi mana bu ko'rsatilgan raqamni kiritishimiz kerak, kodni. Demak, mana shu 4 ta narsani kiritgan holda submitni bosamiz va bizga tekshiruv natijasi ma'lum bo'ladi. Albatta hozircha ishlamayapti, chunki bu video yozayotgan paytda hali javoblar chiqqani yo'q, endi chiqadi. Siz shu usulda, demak, o'zingizni javobingizni bemalol tekshirib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, agar sizga shu jarayonlarda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldiring. Atroflicha javob berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu video sizga foydali bo'ldi. Video bo'yicha fikrlaringiz va savollaringizni albatta yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.